Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozirgi mana shu videorolikni ko'ring va o'zingiz bir narsani guvohi bo'ling. Marhamat. Tashab ket. Onalari iltimos qilyapti desam, endi xalq tilida aytganda ozgina ziyon tekkan, ya'ni jin tekkan. Juda ko'plab imomlar bilan maslahat qildik, juda ko'piga aloqaga chiqdik. Bir ikkita imomlar hattoki dam soldi, ruqiya qilindi, hamma harakatlar bo'ldi. Lekin shu harakatlarga qaramasdan hali ham bu bolada ziyon bor. Lekin onasi aytayaptiki, iltimos avazda shu o'g'limni tezda O'zbekistonga jo'natib bering deyapti. Har kuni 24 soat telefon qilib yig'laydi ayalari. Mana ushbu hozirgi videorolikni ko'rganingiz kabi, men ham kechqurun ko'rganman. Shu o'rinda aytaman, juda ko'p domlalarga o'qitishdi. Avvalo Alloh shifosini bersin. Hech bir natija bo'lmagan shekilli. Shu o'rinda aytaman, dunyoni u chekkasida turgan bo'lsangiz ham albatta internet tarmoqlarida uzilish bo'lib qolmasa, mana shu tibbiyot topolmayotgan kasalliklar bo'lsa, avvalo qalbingizga qarab, Allohim shifosini bersin. Va men mana shu dunyoni u chekkasida turgan holatingizda Qur'onning shifoligini isbotlab va ana shu bemorni shifo topishligiga albatta o'zimga ishonaman va buni isbotlab qo'yaman. Sog' va salomat.